Transformerlar to'plarni davom ettiramiz. Bugungi videoda siz yoqtirgan to'pni davom ettiramiz. Faqat bu safar eng aqlli transformerlar haqida gaplashamiz. Transformerlar olamida aqlli va daho robotlar ko'p, ammo bu ro'yxatni Michael Bay olamidan tuzdim. Ya'ni filmlardan. Agar komikslardan tuzganimda ro'yxat umuman boshqacha bo'lardi va ko'pchilik komikslardagi personajni tanimaydi. Shuning uchun kino olamidan tuzdim. Videoni boshlashdan oldin Telegram kanalimga ham a'zo bo'lib qo'ying. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Crosshairs o'zi juda aqlli avtobot emas. U juda tartibsiz, o'zboshimcha va manman. Buyruqlarni bajarishni yoqtirmaydi, faqat o'zim boshliq bo'lsam deydi. Ammo bu u juda ahmoq avtobot degani emas. Uning xarakteri og'ir bo'lsa-da, u doim vaziyatni nazorat qiladi. Undan tashqari juda yaxshi hacker ham. U Lockdown kemasini xavfsizlik tizimini buzgan va Optimus saqlanib turgan qurol-yarog' omborini olib qochishga yordam bergan. Grimlock. To'g'ri, filmlarda Grimlockni juda ahmoq qilib ko'rsatishgan. U shunchaki mashinalarni g'ajib yuradigan trinozavr robot, lekin komikslarda u juda aqlli bo'lgan. Ba'zi komik sonlarida u Prime'lardan ham aqlli bo'lganligi aytilgan va bu komik sonda u texnobotlarni yaratgan va juda aqlli ekanligi aytilgan. Kino olamida uni Michael Bay biroz ahmoq qilib ko'rsatgan. Aslida esa u qadimiy jangchilar sardori sifatida aqlli va dono bo'lishi kerak edi. Ratchet ko'p qirrali personaj. U olim va shifokor edi. Birinchi avlod komikslarda u dinobotlarni yaratgani yozilgan. Ratchet istalgan narsani tuzata oladi, istalgan robotni davolay oladi. Hatto robot qattiq shikastlangan bo'lsa-da, Ratchet uni yangi shaxsiyatga aylantirgan vaqtlar ham bo'lgan. Ammo Ratchet siz o'ylagandek mehribon doktor emas. U ham Decepticonlar ustida shafqatsiz tajribalar o'tkazgan. Ratchet aslida hech qanday jangovar ko'nikmaga ega bo'lmagan, ammo Optimusga ishongani uchun avtobotlarga qo'shilgan. Soundwave. Ratchetning Decepticonlar tarafda bitta ashaddiy dushmani bor. Bu Soundwave juda aqlli va dono robot. U hamma narsani kuzatib turadi, hamma narsani razvedka qiladi. Shuning uchun u bir vaqtning o'zida hammaning rejalaridan boxabar. U juda kam gap, ammo o'ta zukko. Lekin u ham Michael Bay filmlarida juda kam ko'rsatilgan va osonlikcha o'lib ketgan. Ammo Transformerlarning ashaddiy muxlislari Soundwave qanchalik jiddiy dushman ekanligini yaxshi bilishadi. Starscream. To'g'ri, Starscream kashfiyotlar qiladigan darajada daho emas, ammo siyosat, manipulyatsiya bo'yicha daho. U boshqalarni o'ziga ergashtira oladi, manipulyatsiya qila oladi. U har doim qachon chekinish kerakligini biladi. U qo'mondon bo'lganligi sababli ko'plab hujumlarni va pistirmalarni loyihalashtirgan. Xullas, bir gap bilan aytganda, u Megatronning eng aqlli generallaridan. Cogman boshqa transformerlar kabi kuchli yoki ulkan jangchi emas, ammo aql va zukkolik borasida uni past baholab bo'lmaydi. U juda zukko, hisob-kitobni yaxshi biladi va vaziyatni tez tushunadigan robot. Ayniqsa odamlar bilan muomala qilish, ma'lumot yig'ish va kerakli paytda kerakli qarorni qabul qilishda ancha mohir. U oddiy xizmatkor robotdek ko'rinsa-da, aslida Vitvikanslar bilan bog'liq juda ko'plab sirlarni biladi va uzoq yillar davomida insoniyat hamda transformerlar tarixidan boxabar bo'lib kelgan. Bundan tashqari, Cogmanning eng qiziq tomoni uning xotirjam va madaniyatli ko'rinishi ortida juda xavfli xarakter yashiringan. U kerak bo'lsa bir zumda tajovuzkor jangchiga aylanadi va o'zidan bir necha marta katta bo'lgan transformerni bitta urinishda yiqita oladi. To'g'ri, Cogmanni Soundwave yoki Starscream darajasida strategik daho deyish qiyin. U katta armiyalarni boshqaradigan yoki murakkab harbiy operatsiyalarni tuzadigan qo'mondon emas, ammo uning bilimi, kuzatuvchanligi, ayyorligi va vaziyatga moslasha olishi uni oddiy transformerlar orasida ajratib turadi. Shu sababli Cogman kuch bilan emas, aql va kutilmagan harakatlar bilan xavfli bo'la oladigan robotlardan biri. Megatron esa shunchaki kuchli Decepticon emas, u transformerlar tarixidagi eng tajribali va ayyor qo'mondonlardan biri. U jang maydonida vaziyatni tez tahlil qila oladi, raqibning zaif tomonlarini topadi va kerak bo'lsa o'z rejasini bir necha marta o'zgartira oladi. Megatronning eng katta ustunligi uzoq yillik urush tajribasi va strategik fikrlashi. U avtobotlarga qarshi urushni yillar davomida olib borgan va ko'plab murakkab operatsiyalarni boshqargan. Bundan tashqari, Megatron oddiy askarlarni shunchaki buyruq
bilan boshqaradigan qo'mondon emas. U Decepticonlar harakatining asoschisi va g'oyaviy yetakchisi. U Cybertrondagi siyosiy vaziyatni juda yaxshi tushungan va o'z atrofiga minglab transformerlarni ergashtira olgan. Hatto Optimus Prime bilan bo'lgan qarama-qarshilikning katta qismi ham faqat kuchga emas, g'oya, siyosat va manipulyatsiyaga borib taqaladi. Ammo Megatronning kamchiligi ham shunda. U o'zining kuchi va aqliga haddan tashqari ishonadi. G'azab va mag'lubiyatdan keyin qasos istagi ba'zida uning strategik fikrlashiga xalaqit beradi. Ayniqsa Michael Bay filmlarida u ko'pincha juda katta rejalar tuzsa ham Optimus bilan yuzma-yuz jangga kirganida hissiyotga berilib ketadi. Wheeljack esa avtobotlar orasida eng katta ixtirochi va texnik daholardan biri. U oddiy jangchi emas, uning asosiy quroli aql va ilmiy bilimlari. Wheeljack murakkab texnologiyalarni yaratish, mavjud qurilmalarni o'zgartirish va jangda kerak bo'ladigan yangi qurollarni ishlab chiqish bo'yicha juda kuchli. U hatto boshqa transformerlar tushunmaydigan texnologiyalar ustida ham mustaqil ishlay oladi. Uning yana bir kuchli tomoni muammoni noodatiy yo'l bilan hal qila olishi. Jang paytida vaziyat o'zgarsa, Wheeljack mavjud texnologiyalardan foydalanib yangi yechimlar topishga harakat qiladi. Shu sababli u avtobotlar uchun nafaqat jangchi, balki butun jamoaning texnik tayanchi hisoblanadi. Wheeljackning Ratchetdan farqi nimada? Wheeljack Ratchetga qaraganda ancha shafqatsiz edi. U Decepticonlar ustida taqiqlangan tajribalar o'tkazardi. U yasagan qurollar ba'zida avtobotlarni qutqarsa, ba'zida ularga zarar keltirardi. Bay olamida uni Einsteinga o'xshatib ishlashgan. Sentinel Prime oddiy avtobot qo'mondoni emas. U Cybertron tarixidagi eng tajribali va strategik fikrlaydigan transformerlardan biri. U Optimus Prime'dan oldingi davrda Cybertronni boshqargan va urushda juda katta tajriba orttirgan. Shu sababli u jang maydonidagi vaziyatni tez baholay oladi. Katta operatsiyalarni rejalashtiradi va dushmanning keyingi qadamini oldindan taxmin qila oladi. Bundan tashqari Sentinel Prime texnologiya va Cybertron tarixini ham yaxshi biladi. U Cybertronni boshqa joyga ko'chirib o'tkazish uchun maxsus kolonnalar yasagan. Filmda aytilishicha, Sentinel avtobotlarning Einsteini, sayyorani ko'chirib o'tkazadigan apparat yasagan robotning ilmiy darajasini taxmin qilavering. Sentinel nafaqat kuchli jangchi, balki daho olim hamdir. U Optimusni ham uzoq vaqt davomida o'z rejasiga ishontira oldi. Lekin Sentinelning asosiy kamchiligi o'z aqliga haddan tashqari ishonishi. U boshqalarni o'zidan past ko'radi va kerak bo'lsa, hatto ittifoqchilarni ham yo'q qiladi. Aynan shu narsa oxir-oqibat uning mag'lubiyatiga sabab bo'ldi. Shockwave oddiy Decepticon olimi emas, u Cybertron tarixidagi eng buyuk ilmiy daholardan biri. U hissiyot, qo'rquv yoki shaxsiy manfaat bilan emas, deyarli har doim sof mantiq va hisob-kitob asosida harakat qiladi. Shu sababli Shockwave'ning aqli boshqa transformerlarning ko'pchiligidan butunlay farq qiladi. Shockwave'ning eng katta kuchi ilmiy tafakkur va texnologik daholigidir. U Cybertron texnologiyalari, energiya manbalari, qurol-yarog'lar, biologiya va transformatsiya texnologiyalarini juda chuqur tushunadi. Komikslarda esa Shockwave'ning aqli yanada yuqori darajada namoyon bo'ladi. U oddiy olim sifatida emas, balki murakkab ilmiy tajribalar, strategik hisob-kitoblar va uzoq muddatli rejalar tuza oladigan daho sifatida tasvirlanadi. Ba'zi hikoyalarda u o'z tanasini, ongini va hatto butun voqealar rivojini mantiqiy maqsadga moslashtirish darajasida rejalashtira oladi. Uning uchun bir necha yil, hatto o'nlab yillar oldin tuzilgan reja ham muammo emas. Shockwave'ning yana bir dahshatli tomoni hissiyotsizligi. Megatron g'azab, hokimiyat yoki nafrat sabab xato qilishi mumkin. Sentinel kibr, xiyonat sabab o'z rejasini barbod qilishi mumkin. Shockwave esa bunday zaifliklarga deyarli ega emas. Xullas, bir gap bilan aytganda, Shockwave kuch bilan emas, aql, ilm-fan, texnologiya va sovuqqon mantiq bilan xavfli bo'lgan transformer. Agar gap sof intellekt, ilmiy bilim va texnologik daholik haqida ketsa, Bayverse va komikslar mezonida u boshqa transformerlarning aksariyatidan bir necha pog'ona yuqorida turadi. Shuning uchun bugungi topimizda Shockwave birinchi o'rinni egalladi. Do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Transformerlar haqida yana qanday toplarni qilamiz? Buni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalni qo'llab-quvvatlash istagida bo'lganlar uchun pastda donat silkalarini qoldiraman. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.